Spark so'rab yurgan klientlarimiz uchun 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka 4 yumshoq balonlarda mejigar pultlar qo'yib qo'yilgan salonlarni ham bitta ko'ramiz. Mana salon holatlari. 51.800 kilometr yurgan Lenovo'dan registrator, mejigar pultda aytib o'tdim. Salonlariga zelyoniy chexollar, Eva poligilar qo'yib qo'yilgan tayyor holatdagi 4-pozitsiya Sparkimiz. Shum izolyatsiyalari ham bor. Mashinamizga pisochni stoplar qo'yib qo'yilgan. Bitta eshigida kraskasi bor, qolgan joylari top-toza. 8600 narxlayapmiz. Naqdga savdosi bor. So'mda gideta 105 millionlar atrofida bo'ladi. Avtokreditga ham chiqadi bu mashinamiz. 15 million to'lov qilib bersangiz, hamma dokument rasxodlari ichida 3,5 million so'm oylik to'lov bilan chiqadi. Mashina to'liq nomingizda bo'ladi. Sizda ko'proq to'lash imkoniyati bo'lsa, keling yoki-da mana shu quyidagi raqamlar orqali telefon qilib batafsil grafik olsangiz ham bo'ladi. Manzilimiz Shahrisabz shaharda, Yangi Xalq bankidan o'tasiz, bir 300 metrdan keyin keladi. Hech qanaqa filial, kimnidir nimadir yo'q. Sizda sotiladigan mashina bo'lsa, keling, naqd pul evaziga kelishilgan narxlarga sotib keting.